Alhamdulillah. Qarang, Allohga ibodat qilsak, Alloh o'zi kasb-korimizga, oilamizga barakot yog'dirar ekan. Qancha pul sarflab kelsa, 10 barobar, undan 700 barobar qilib o'rnini to'ldirar ekan pulini, barakasini qarang. Yo'q, o'zi pulni to'ldirmasa ham shuni sarflab kelishimiz kerak biz. Farzi bu. Lekin Alloh o'ta karam, keng zotda qilgan rasxodni ham 10 barobar qilib, yana ham qo'shimcha qilib ko'paytirib qo'yar ekan. Ishlarini ham barakasini berib, rivojini berib. Yetkizganiga shukr, keldik, Xudoga shukr. Lekin kech kelibman deyapman hozir ham. Kech kelibman, vaqtroq kelganimda har oy kelardim. Qur'onni o'qishni bilmay kelibman. Nihoyatda qattiq afsuslanyapman. Xudodan astaydil so'radik. Qalblarimizni ochib, o'zi zehnimizni o'tkir qilib, inshaalloh birinchi o'rinda shu Qur'onimizni o'qib, unda xolos keyin kelishda Ka'basiga termilib xatm qilish nasib qilsin deb ketyapmiz. Xudolasini yaxshi niyat qilib so'rab. Men tushunim yetdimki, misol yoshlikka qaytasanmi? Yoshlikka qaytish iloji bormi deydi ko'pchilik. Iloji yo'q-a. Hisobata sizga batasidan $100,000 qarz bo'lsangiz, siz to'lolmayapsiz hech qanaqasiga. Ke deydi, o'sha $100,000 kechamiz, noldan boshlaymiz. Boshqa qarz bo'lmasang bo'ldi. Menga va'da bersang deydi ekanda. Desa yoqadi bizga. Alloh ham xuddi shunaqa ekanda, qarang. Onadan tug'ilgan chaqaloqdek bo'lib ketasan, va'da bersang, gunoh qilmasang, shunday ketaverasan. Mana yoshligimizda tug'ilganimizda 7 yoshdan savob, gunoh yozilgan bo'lsa, bilganmiz, bilmaganmiz xato gunohlarni qilib, gunohlarimiz bilan keldik. Avvalo qabul qilsin, gunohlarimizni yuzimizga urmasin, inshaalloh mukammal ibodatlar qatorida husn qabul aylasin. Lekin shuni tushunib yetdimki, Allohga Xudo xolasa va'da berdim. Undan keyin inshaalloh qanday nima degan bo'lsa, o'shanda yurishga harakat qilib yuramiz inshaalloh. Quvvat bersin o'zi Allohim. Qarang, gunohlardan xoli bo'lib ketasan, onadan tug'ilgan chaqaloqdek deb gunohlarni ham kechib yuboryapti. Noldan boshlashga imkoniyat beryapti-da. Bunaqa imkoniyat Allohdan boshqasi hech kim bera olmaydi hech qachon.